Assalomu alaykum qadrdon vatandoshlar. Xudo xolasa biz yana bir fayzli xonadonlarimizdan birini turmush ishlarini o'z nihoyasiga yetkazdik. Siz azizlar uchun Zarkin turmush kanaliga qo'yib bormoqdaman do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Kamina usta Dilshodbek sizlar Zarkin turmush kanalining original versiyasini tomosha qilmoqdasizlar do'stlar. Hali ham bizning kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsalar, hoziroq obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Sababi mana shunday tarzdagi turmush ishlarimizni bizning kanalimizda ko'rib borasizlar do'stlar. Xo'p do'stlar, bu ishimizni Farg'ona viloyati Toshloq tumani Qaqir mahallasiga yakunlab o'z nihoyasiga yetkazdik. Bugungi sanani eslatib o'tamiz. Bugun 2025-yil 1-may do'stlar. Xudo xolasa o'z nihoyasiga yetkazdik. Xo'p, ko'cha shapkamiz 31 metrga eni 60 sm chiqqan shapkamiz. Avvalni kanniz qilib berganmiz, oq rangga mo'g'ri rang aralashtirilgan holda do'stlar. O'zlaring ko'rib baho berib o'tasizlar. Xo'p do'stlar, mana bu esa darvozaxonamiz. Hozirgi kundagi trendga aylanayotgan fasonlardan biri do'stlar. Xo'p, darvozaxonamiz uzuni 8 metrga, eni 5 metr bo'lgan darvozaxonamizga mana shunday ko'rinishdagi chiroyli qilib bitkizib berganmiz do'stlar. O'zlaring ko'rib albatta o'z fikrlaringni kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p, bu ishimizga o'sha tunuka fon rasxotimiz 300 kvadrat atrofida tunuka rasxot qilganmiz. Barcha rasxotlar ichida 130 ming so'mdan qilib berdik. Mana bu MDFlari отдельно hisoblanadi. Metri 50 mingdan hisoblab qilib berib bitkizib berganmiz do'stlar. Hozirgi kunda vodiy bo'ylab ish faoliyatimizni olib bormoqdamiz. Vodiydan bo'lsalar albatta bemalol ekrandagi nomerga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa kelishilgan hollarda chiroyli qilib mana shunday dizaynda, mana shunday ko'rinishda turmush qilib beramiz. O'zlaring ko'rib o'z fikrlaringni kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p. Ichkari shapkasi 1.20 ga, uzuni 30 metr. Ba'zicha ko'sti bor edi, bilinmaydigan qilib bitkizib bergan do'stlar. Qalay chiqdi ishlarimiz sizlarga yoqdimi, yoqmadi? Albatta o'z fikrlaringni kommentariyada yozib qoldiringlar. Aylana shapkani 1.20 ga shapkamiz. Oq rangga mo'g'ri rang aralashtirilgan holda mana shunday ko'rinishda bitkizib berdik. Darvozaxonasi o'ta bir go'zal tarzda bitdi. Xo'p, xudo xolasa sizlar qo'llab-quvvatlab tursangiz, keyingi ishlarimizni yanada bir go'zal ishlarimizni qo'yib boramiz. Qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Sizlardan bitta like kutib qolamiz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.